Xitoy Hindiston armiyasini Do'nglang egizligidan qo'lga ta'lamdi. Amerika ovozining 9-iyul xabarida bildirilishicha, Xitoy bilan Hindistonning chegara talash tortishiga 7 hafta bo'lganlik. Oldingi hafta Xitoy tashqi ishlar ministrligi, davlat mudofaasi, Xitoyning Hindistonda turishliq elchixona xodimlari va bir qancha amaldorlar maxfiy uchrashish qilgandan keyin Xitoyda jiddiy holatdagi tangshash elib berishning pasaymaganligini. Reuters agentligining bergan xabarida Xitoy bilan Hindistonning Do'nglang egizligi haqidagi maxfiy suhbatida Xitoy tarafining pozitsiyasi qattiq bo'lganlikdan oradagi ziddiyat texmi qatmanlashganligi bildirilgan. Tahlilchilar Xitoyning bir maydon cheklik harbiy harakat elib berish orqali talash tortishlik masalalarni hal qilish qaroriga kelgan bo'lishi mumkin ekanligini tahlil qilishmoqda ekan. Reuters agentligining 8-iyul bergan xabarida Hindiston tarafining diplomatiya vositasi bilan talash tortishni hal qilish to'sqinlik uchirganlik. Hindiston taraf Xitoy bilan bo'lgan maxfiy uchrashishda Xitoy armiyasining 250 metr orqasiga chekinishni, Xitoy taraf chekinib bo'lgandan keyin Hindiston taraf Do'nglang egizligidagi barliq askarlarni chekindirganligini o'tirib qo'yganlik. Biroq Xitoy taraf Hindiston armiyasining shartsiz chekinishi kerakligida ching turganligini xabar qilgan. Xitoy xalq gazeti idorchiligidagi Yer shari vaqt gazetining 7-iyul kundagi sonida agar Hindiston taraf Do'nglang egizligidan chekinmasa, Xitoyning tadbir qo'llanganligini ogohlantirib, obzor maqolasi e'lon qilgan. Maqolada agar Hindiston taraf Xitoyning deganini tushunmay, o'zliksiz jiddiylashayotgan vaziyatdagi ogohlantirishni rad qiladi ekan, undaqda Xitoyning Hindistonga qarshi o'zini qo'g'dash zarbasini saqlanqili bo'lmaydiganligi haqida ogohlantirish qilgan.